Dekabr oyida tug'ilganlarning boshqalardan farq qiluvchi xususiyatlari. Rahbarlik xususiyati. Siz tabiatan rahbarsiz. Atrofdagilarga yo'l yo'riq ko'rsatish, jamoalarni boshqarish va ularga ilhom berish sizga oson. Qat'iyat va maqsadga erishish. Siz maqsadlaringizga erishish uchun qattiq ishlaysiz. Hech narsa sizni to'xtata olmaydi. Sodiqlik va o'zaro munosabatlar. Siz yaqinlaringizga sodiqsiz va ularga har doim yordam berishga tayyorsiz. Ular sizga doimo tayanishi mumkin. Mustaqil va o'z kuchiga ishonadigan. Siz mustaqil va o'z kuchingizga to'liq ishonasiz. O'zingizni har doim qo'llab-quvvatlashingiz kerak deb bilasiz. Hayotga ijobiy qarash. Siz har doim ijobiy fikrlar bilan yashaysiz. Qiyinchiliklarga qarshi turib, har doim o'z yo'lingizni topasiz. Tug'ilgan kuningizni izohlarda yozing va ushbu videoni do'stlaringiz bilan ulashing.